Bismillahirrahmanirrahim. Hozir biz Niagara, Kanada davlatida Niagara sharsharasidan oldida turibmiz. Mana dunyodagi eng katta sharshara bu. Dunyodagi 7 mo'jizaning biri deb e'tirof etilgan. Sharsharaning umumiy maydoni desak bo'ladi 1200 metr va bir soniyada 5700 kub suv oqib tushadi. Sharsharaning bu kichkina bir tomon qismi Amerikaga davlatga qarashli. Amerikadan keladi, u yerdan turib tomosha qiladi, lekin sharsharani asosiy tomosha qilinish uchun keladiganlar mana Kanada tomonidan kelib tomosha qiladilar. Bu ham dunyoning bir go'zalliklaridan. Alloh subhanahu va taolo insoniyat uchun yaratib qo'ygan ajoyib bir ne'matlardan hisoblanadi. Alloh Qur'onda huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a deydi. Yer yuzidagi hamma narsani Alloh sizlar uchun yaratdi deydi. Shu bilan birga vasakhkhara lakum anhar, vasakhkhara lakumul anhar. Alloh sizlarga anhorlarni xizmatchi qilib bo'ysundirib qo'ydi deydi. Mana hammasi Alloh subhanahu va taoloning ne'matlari. Bu dunyodagi ne'matlardan bahralanish ham bu ham Allohning bir fazli hisoblanadi va Qur'oni Karim haqiqatiga ko'ra asli dunyoning ne'matlari mu'minlar uchun, Allohga iymon keltirgan kishilar uchun yaratilgan. Ammo dunyoda iymonsizlar ham mu'minlarga ne'matlardan bahramand bo'lishi, sherik bo'lishi mumkin. Ammo oxirat ne'mati iymon keltirganlarga xos, mu'minlarga xos. Biroq mu'min musulmon kishi bilish kerakki, dunyo ne'matlari ham Allohning ne'matlari va Alloh subhanahu va taolo asli mu'minlar foydalanishi uchun yaratgan ne'matlar hisoblanadi. Bunga ajoyib bir misol keltirishadi. Masalan, ota farzandiga bolam shu uyni sen uchun qildim degan gap nimani bildiradi desa, bu yerda bir maza qilib yasha degan gapni bildiradi. Faqat sen uchun qildim deganda otaning o'sha ehtiromini joyiga qo'yish, otaga tashakkurni izhor qilish, rioya qilish bu farzandning burchi hisoblanadi. Bandalarga Allohning dunyoni sizlar uchun yaratdim degani maza qilib yeb mana shu joyda bir bahralaninglar degan va ayni vaqtda unga shukr keltirish, uni e'tirof etish, unga ibodat qilish bu burch hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo ne'matlardan bahramand qilgani kabi shukrini ham ado etishga bizga o'zi tavfiq bersin va hamma insoniyatga Alloh go'zal iymon oqibat nasib etsin. Va dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'lganimiz kabi jannatda ham jamlanishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Amin ya Robb. Yana bir zo'r gap, ulamolar aytadilarki, dunyoning ne'matlari jannatdan namuna xolos. Jannatniki bunga taqqosla bo'lmaydigan darajada go'zal, yuksak bo'ladi va iymon ahliga u ne'matlar muntazir. Alloh hammamizni ana o'sha ahli jannatlardan eylesin. Amin.